Bu mahallani bilganlar bu yerdagi narxlarni juda ham yaxshi bilishadi deb o'ylayman. Chunki biz hozir do'stlar Shaumyana va O'zbekistonskiy ko'chalaridamiz. Shaumyana O'zbekistonskiyning o'rtasida joylashgan mahalla, ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib mahalla. Mana shunaqa chiroyli archalari bilan go'zallikka ega bo'lgan mahalladan bitta uyni ko'rsataman. Sotiladigan uyimiz mana bu uy bo'ladi. Yer maydoni 14 sotixni tashkil etadi do'stlar. Bu yerni mehmonxona sifatida foydalanayotganlar ham bor. Mana to'g'rimizda Amirxon mehmonxonasi bor. Chunki mehmonxonaga juda ham ajoyib lokatsiya. Hozir sizlarga ko'rsatadigan hovlimiz. Bu yerda odam yashab turibdi. Men mulkiy egalarning raqamini yozib qo'yaman. Zudlik bilan sotilyapti ekan. Buni xohlang yashash uchun, xohlang biznes sifatida ham sotib olishingiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda. Ko'chalar asfalt, suv, gaz, svetda muammo yo'q. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki bugungi videomiz sal uzunroq bo'ladi. Chunki katta hovlini tomosha qilamiz. Darvozadan kiraverish qismimiz bemalol 4 ta 5 ta mashina ketadi. 14 sotix buni xohlaganlar 4 ta 5 ta 6 ta qilib townhouse qilib qurib sotsa ham bo'ladi. Biznesmen akalarimiz bo'lsa, tadbirkor akalarimiz bo'lsa yoki mehmonxona qurib juda ham yaxshi biznes qilsa bo'ladi. Xo'p, hovlimizda umumiy ko'rinishi mana shunday geobrazm bo'ladi. Holatlari juda ham a'lo darajada. Mana yoqdagilarni ko'rishingiz mumkin. Bugungi hovlimizda inson yashash uchun barcha shart-sharoitlar qilingan. Hozir bitta bog' qismini ko'rsataman va undan so'ng xonalarni ham tomosha qilib chiqamiz. Uyimizda bog'ga o'tishdan oldin mana bu joy ko'zimga tushib qoldi. Chiroyli kachelalari va mevali daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Bugun hovlimizda mevali daraxtlar juda ham ko'p. Bundan tashqari voy ishlar qilingan mana shunday chiroyli ko'rinishda uzumlar uchun. Endi mana o'rtada bitta narsa turibdi. Bu nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni yozib qoldiringizlar kommentariyada. Men ungacha sizlarga nimaligini aytib o'taman. Bu fontanchik do'stlar, fontanchik. Hovlimizda ikkita darvoza bor. Mana bu ikkinchi darvozamiz hisoblanadi. Bu Shaumyana ko'chasiga kirib kelaverish. Xo'p. Tashqaridagi sanuzel va bu yoqda kladovkalar bor. Uyimizda basseyni ham bor ekan. Hozir basseynni ham ko'rsataman. Yashillikka juda ham zo'r bugungi uyimiz. Mevali daraxtlar hammasidan bor. Buloq suvi ham bor ekan. Undan tashqari va mana basseynimiz. Xo'p, to'g'rimizda yaxshigina joy bor. U yerdan agar siz yashash uchun oladigan bo'lsangiz, yozgi oshxona qilib foydalansa bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman yaqindan. Yoz keldi, soz keldi. Chunki mana shashlik qilishlarga sharoitlar bor do'stlar bugungi uyimizda. Endi mana bu joyda sizlarga hozir aytib o'tdim. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Tepasini ayvon qilib, chiroyli qilib yozgi oshxonalarga tayyorlab olsa bo'ladi. Qishki oshxonalarimiz ham bor mana bu joyda. Buni ham mayli shu yerda ko'rsatib o'taman. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun men qisqaroq qilishga harakat qilaman. Hamma xonasini ko'rsatib o'tirmayman. Hozir 3-4 ta xonasini ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda uyimizda mehmonxonasi, asosiy mehmonxonasi joylashgan va bu tomonda esa uyimizda yotoqxonalari joylashgan bo'lar ekan. Terrasali uylar bo'ladi va mana bu yerga kirganimizda dahliz kutib oladi ekan. Ichkarida ham sanuzellar bor bu yerda. Hozir shuni ham bitib tomosha qilishga harakat qilib ko'ramiz. Marhamat, to'liq kafelda. Mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q, bu yoqda hammom bor. Xo'p, endi spanellarni ko'ramiz. Bugungi uyimiz O'zbekiston ko'chasida joylashyapti do'stlar. Va terrasamiz. Shundoq kirganimizda mana shunday terrasa bo'ladi. Bu yerda ikkita eshik, mana bu tomonda ham bor. Kreslolar bor. Endi mana bu xonani ko'rishga harakat qilamiz. Bu yerda siz kabinet sifatida foydalansangiz bo'ladi. Mana. Xo'p, zal. Mehmonxona qilib foydalansangiz bo'ladi bu yerdan. Demak, mehmonxona orqali ikkita yotoqxonaga o'tarkanmiz. Xo'sh, shularni ko'ramiz. Kattalar uchun yotoqxona. Agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga derazalar bor. Demak, hovlini orqa tomoniga qaragan ko'cha tomoniga derazalarimiz. Endi bu yerdan navbatdagi yotoqxonani ko'ramiz mana. Zo'ra, mana shu uyimiz sotiladi. Takrorlab o'taman, yer maydoni 14 sotix. Shaumyana va O'zbekiston ko'chasining o'rtalig'ida joylashgan. Kadastr hujjatlaridan tartibga tayyor. Mulk egalarining raqamini yozib qo'yaman. Ushbu uyimizga $40,000 so'ralyapti 1 sotig'iga. Sotig'i $40,000 dan. Mulk egalariga telefon qilib baraka qilamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin deymiz. Hammaga rahmat.